Barchaga assalomu alaykum o'rtoqlar, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Hozir sizlarga Windows'da 3 usul orqali parolni buzishni, ya'ni aniqrog'i o'zgartirishni hozir ko'rsatib o'taman. Videoni boshlashdan oldin o'zi 3 usul nimalardan iborat va qanaqa etaplar qilinadi sizlarga ozgina tushuncha berib o'tsam. Birinchi va ikkinchi usulda kompyuterimizda hech qanaqa qo'shimcha fleshkalari solmasdan Windows'ning o'zini fayllarga kirib, parolni o'zgartirishgacha bo'lgan etaplarni ko'rsatganman. Uchinchi usuli salgina farq qiladi, ya'ni unchimizga Windows yozilgan fleshga kerak bo'ladi. Shu orqali bo'lganda kompyuterimizning konsol oynasiga kirib o'tirib, o'sha parolni o'zgartirishni sizlarga hozir birma-ketin etap-etap ko'rsataman. Diqqat, bitta narsaga e'tibor berishinglarni xohlardim. Birinchi va ikkinchi usulda kompyuter bo'ri mo'shinroq bo'lishi kerak. Ya'ni kompyuteringiz bir xil kompyuterlarda u narsa do'stib bermasligi mumkin. Yo'q, meni kompyuterimga o'xshamadi, aldabdi yoki boshqa narsa debdi degan narsa bo'lmasligi uchun men 3-usulni ham atayin qo'shganman, ya'ni fleshka orqali qo'shishni. Uchala usulni ham etapni oxirigacha ko'rsanglar, chalg'imasdan oxirigacha ko'rsanglar bilib olasiz. Xudo xolasa, men ham qo'limdan kelgancha tushuntirganman. Demak, hozir birinchi va ikkinchi usulda asosiy qilinadigan ish nimadan iborat bo'ladi? Ya'ni fleshkasiz Windows'ni o'zi orqali parolni o'zgartirish qanaqa bo'ladi? E'tibor berayotgan bo'lsanglar, pastda значокcha chiqib turibdi, ya'ni специальные возможности degan. O'sha knopkani bosadigan bo'lsak, bizda ekranli klaviatura, lupa, kontrastniy tema degan shunga o'xshagan menyu chiqadi. Biz o'shani специальные возможности emas, o'shani konsol oynasi chiqargan qilishimiz kerak. Ya'ni Instagramda ko'rgan bo'lsanglar, xuddi o'shanaqa bosganimizda konsol chiqargan qilgandik. Uning uchun nima qilishimiz kerak, qaranglar. Birinchi, klaviaturada mana ko'rayotgan bo'lsanglar, shift bosib turibman. Shift bosib turib, bu yoqda o'chirish knopkasini tanlaymiz. Bittani ham tanlab, перезагрузкani bosamiz. Bu seravni bosamiz. Qaranglar, перезагрузкani bosgan paytim ham shift qo'yib yuborganim yo'q. Toki o'chib yonmaguncha bosib turamiz klaviaturada. Yonuncha ushlab turamizda ana logosi chiqishi bilan qo'yib yuboramiz. Keyin bu yerda bizda o'zini восстановление rejimiga o'tadi kompyuterimiz. Ozgina kutib turamiz. Mana bizda shunaqa ko'p oyna chiqadi. Bu yerdan mana bu joyga kiramiz. Устранение неисправностьga kiramiz. Parametrga kiramiz, дополнительныйga va pastdan другой параметр восстановления tanlaymiz. Bu yerdan восстановление obrazga tanlaymiz va X ni bosamiz. Далее bu yerdan va дополнительныйni tanlaymiz. Bu yerda ikkita oyna chiqadi. Искать образ va установить драйвер degan joy chiqadi. O'sha yerdan установить драйвер tanlaymiz. OK deb bosamiz. Bizga ko'rayotgan bo'lsanglar, sizlarda ham bunaqa chiqishi mumkin. Mana shu oyna deylik. Qaranglar, bu yerdan C diskga kiramiz. Kompyuter Windows fayli sizda misol uchun D bo'lsa, Windowsiz qaysi disk yozilgan bo'lsa, o'sha diskka kirishingiz kerak. O'zi ko'pincha C diskda bo'ladi. Xo'p, C diskga kiramiz. Windows degan papka bo'ladi. Mana shu Windows degan papkaga kiramizda, uning ichidan System 32 degan papka bor. O'shani topib olishimiz kerak bo'ladi. Mana System 32 ko'rinayotgan bo'lsa kerak mana. O'sha System 32 degan papkaga kiramizda, mana o'sha papkaga kirganimizda oynani sal kattaroq ochib olaman, o'zimizga udobniyroq bo'lishi uchun. Bu yerdan birinchi qiladigan ishimiz Utilman degan dasturni topib, uni nomini o'zgartiramizda, uni o'rniga cmd deb o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi biz Utilman degan dasturni topib olishimiz kerak bo'ladi. Alfabet bo'yicha e'tibor berayotgan bo'lsangiz, harflar ketma-ket tushyapti. U harfiga tushib olishimiz kerak. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana Utilman degan dastur turibdi. O'shani nomini переименовать degan joyga kiramiz. Mana pastda переименовать degan yozuvni bosamiz va uni nomini Utilman yoniga ixtiyoriy misol uchun 12 deb yozib qo'yamiz. 12 va enter bosamiz. Bu nom o'zgardi, bizda ko'rmasligi mumkin. Aytdan bitta обновить bossak, bu nomini ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Copyright bosamizda, ana undan keyin bitta обновить qo'yamiz. Oynasini katta qilib oling. Mana bu yerdan обновить degan yozuv chiqishi kerak. Mana обновitni bitta bosamiz va undan keyin nima qilamiz? cmd degan dasturni topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni konsol oynasini C harfida bo'ladi. cmd. Mana. Endi mana shu nomini Utilmanga o'zgartiramiz. Переименовать tanlaymiz. Boyagi
ko'chirib olgan yozuvimizni bunga o'tkazamiz. Mana utilman va enter. Bo'ldi. Nomi o'zgardi. Bitta hozir obnovib beramiz. Mana ko'rdinglarmi, nom o'zgardi. Endi nima qilamiz? Endi papkani yopamiz. Admina X ni bosamiz va продолжить Windows tanlaymiz. Endi hozir qaranglar nima bo'ldi. Bu etapda biz ko'rgan bo'lsanglar, ertaga chiqadigan специальный возможность degan knopkani biz CMDga o'zgartirib oldik. Birinchi usul mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hozir kompyuterimiz yonishini bir daqiqa kutib tursak, xudo xolasa, kompyuterim o'zgarishi kuchli, o'shaning hisobiga tez yonadi. Tak, ozgina kutib turamiz. Mana, kompyuterimiz yondi. Endi qaranglar. Bizda mana oyna chiqdi. Mana pastda специальный возможность bosganimizda mana konsol oynasi chiqadi. Endi bu yerga nima deb yozamiz? Bu yerga control user pass ikkitasi va ORDsi 2. Ekraninglarda ko'rib turgan yozuvda yozishinglar kerak bo'ladi. Mana control user password 2, keyin enter deb bitta bosamiz. Mana videoda ko'rsatilgan oyna chiqadi shunaqa. Mana yaqinroqda ko'rsating. Mana o'sha oyna chiqadi. Bu yerdan smenit parol tanlaymiz. Smenit parol, bu yerga xohlagan parol yozamiz. Misol uchun qo'ymasak ham bo'ladi. Mayli, aytaylik, parol qo'ymaymiz. Hech qanaqa parolsiz OK deb bosamiz. Mana OK. X deb bosamizda bo'ldi. Mana bu knopkani bitta bossak, mana Windows'imizda parolsiz kirib ketadi. Endi qaranglar, buning yaxshi tomoni qanday? Uje bizda boyagi специальный возможность degan knopkani o'zgartirdik-ku. O'shani hisobiga mana bu yerda o'sha konsol oynasiga kirib olamizda. Xuddi boyagi user password deb yozamizda, control user password. Control user passwords deb yozamizda. Xuddi o'sha oynani bizga ochib beradi. O'sha yerdan turib parol qo'ysak bo'ladi. Misol uchun aytaylik, parolni 2 ta 1 qilamiz. 2 ta 1 OK. Buni ham shunday OK deb bosamizda va X deb bossak, endi bizda parol so'raydi. Uning uchun bitta yoqib o'chirishimiz kerak bo'lar ekan. Seramni qilamiz. Ko'pincha shunaqa holat bo'lib qolishi mumkin. Bitta o'chirib yoqib yuborsanglar ishlab ketadi. Birinchi usuli ko'rgan bo'lsanglar shunaqa. Ya'ni o'zimiz o'sha Ultiman degan dasturni CMDga o'zgartirib oldik. O'shani hisobiga keyin bu yoqda bizda konsol oynasi chiqdi. O'sha orqali bemalol smenit parol turib, xohlagan parolimizni kiritishimiz mumkin. Bizning kompyuterimiz paroli esinglarda bo'lsa 1 qo'ydik. Ya'ni 1 va enter. Mana. Добро пожаловать. Xullas, birinchi usuli shunaqa. Ikkinchi usulga keladigan bo'lsak, ikkinchi usulimizda команды строка, ya'ni o'sha konsol oynasi orqali специальный возможность degan knopkani konsolga o'zgartirishni hozir ko'rib chiqamiz. Buni ham xuddi shunday avvalgi holatiga qaytarganman, ko'rsanglar bo'ladi. O'sha ekranning lupa, ya'ni shunga o'xshagan narsalar turibdi. O'shani hozir biz konsol oynasi orqali o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Buni ham xuddi shunday klaviaturada shift ni bosib turaman. Mana shift ni bosib turgan holda перезагрузкani tanlayman. Seravni перезагрузить. O'chguncha kutib turamiz hammasini. Mana bo'ldi. Подождите degan yozuv chiqdi. Ozgina kutib turamiz buni ham. Mana bu yerda endi nima qilamiz? Поиск неисправленностьga kiramiz. Дополнительный параметр va bu yerda mana командный строка degan joy bor. O'sha yerga kiramiz. Bu yerdan endi nima qilamiz? Biz boya papkalarga ruchnoy kirgan bo'lsak, endi biz unga kodlar orqali kirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buning uchun C disk yozamiz. Ya'ni C disk. Hozir klaviaturamiz ruscha ekan. Klaviaturada shift bilan alt bossak til nomi o'zgaradi. Ya'ni til o'zgaradi. Mana shift bilan alt bosganimizda. Keyin C bilan 2 nuqtani tanlaymiz mana. O'rtaga qo'yib olaylik. C bilan 2 nuqtani tanlayman, enter bosaman. Bunda qanaqa jarayon ketyapti? Hozir biz C diskni ichidamiz. Keyin bu yerdan CD Windows deb yozamiz. Windows, ya'ni Windows degan papkaga kiradi. Mana Windows degan papkaning ichidamiz va endi System 32 degan papkani yozamiz. Ya'ni SD System 32.
Enter. Mana. Hozir endi System 32 degan papkada turibmiz. Bu yerdan mana hozir ekraninglarda chiqayotgan kodni to'liq yozib olishinglar kerak bo'ladi. rename utilman.exe ozgina bitta probel tashlaymizda utilman.old deb yozamiz. utilman.old degan papkaga o'zgartirilsin degan buyruq bu. Ya'ni ozgina buyruq probel tashlaymizda nom o'zgardi. Keyin pastdan copy cmd.exe utilman.exe. Ya'ni tushungan bo'lsanglar, utilmanni o'zini original nomini utilman oldga o'zgartiryapmizda, cmd nomini esa utilmanga o'zgartirib qo'yapmiz. Ya'ni cmddan nusxa olinyapti bu yerda utilmanga. cmd joyida qolyapti. Birinchi usulda esa biz cmdni to'liq nomini utilmanga o'zgartirib olgandik. Xuddi shunday endi enter bitta bosamiz. Mana skopirованный fayl bitta deyapti. cmd faylimiz utilman nomiga o'zgardi. Endi bu yerdan nima qilamiz? X ni bosamiz. Oynani yopamizda продолжить Windows deb tanlaymiz. Endi qarang, sinab ko'ramiz. O'xshadimi, yo'qmi? Bu yerda hozir mana специальный возможность bossak bizda mana konsol oynasini chiqarib berdi. Endi bu konsolga ham xuddi shunday boyagi birinchi usulda nima kod yozgan bo'lsak, unga ham xuddi shu kod yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni control user passwords 2 deb yozamiz va enter. Xuddi shunday mana bunda ham pользовательlarda parollar oynasi ochiladi. Bu yerdan smenin parol qilib turib, aytaylik, bu safar harf tanlaymiz, ya'ni JA deb yozamiz. JA. Okey. Bu yerda ham okey tanlaymiz va oynani yopamiz. Parolga xuddi shunday JA ni bossak ochiladi. Mana o'rtoqlar, shu bilan ikkita usul orqali Windows'imizda parolni o'zgartirishni ko'rib chiqdinglar. Uchinchi usulda esa bizga flashga kerak bo'ladi. Uchinchi usulimiz sal nisbatan ko'proq vaqt talab qiladi, lekin qolgan boyagi birinchi va ikkinchi usulga nisbatan effektivligi ancha yuqoriroq. Ya'ni birinchi va ikkinchi usulda kompyuteringiz bo'lib kuchliroq bo'lishi kerak. Agar o'sha sizning kompyuteringizga tushmagan bo'lsa, uchinchi usul, ya'ni flashka orqali etsangiz, xudo xolasa o'xshashi kerak. Xo'p, buning uchun hozir biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda ekranda ko'rib turgan saytinglarga kira olamiz. Ya'ni videoni izohda qoldiraman bu saytda. Windows 10 ni 64 razryadlisini skachat qilib olamiz. Istalgan papkaga, ya'ni topishimiz oson bo'lgan papkaga skachat qilib olamiz. Zagruska boshlandi bizda. Zagruska qilib olganimizdan keyin buni hozir sizlarga flashkaga yozishni ham ko'rsataman. Shu bahonada ham flashkaga yozishni ham o'rganib olasiz. Uchinchi usul, ya'ni flashka orqali buzishni ham birma-bir ko'rib ketamiz. Aytingchi, bu oralikda biz ultraisoni skachat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni poiskka ultraiso.com deb yozsanglar, o'zining ofitsial saytiga kirib beradi. Keyin bu yerdan free trial ni bosamiz. Ya'ni vaqtinchalik tekin versiyasini tanlaymizda, buni ham shunday zagruskali bor faylimizga skachat qilib qo'yamiz. Windows'ning bu yoqda ungacha saqlanib turadi. Tomonda ultraisoni ham skachat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Nimaga kerakligini hozir video davomida ko'rasizlar. Xo'sh, mana demak ultraisoni ham Windows 10 da ham o'z kompyuterimizga skachat qilib oldik. Endi nima qilamiz? Birinchi etapda bizga ultraiso dastur kerak bo'ladi. Buni ustiga qilib olamiz. Ekranda da degan knopka chiqadi. Shuni bosamizda ya принимаем taraymiz. Dalil. Serama. Uje meni oldinroq o'rnatilganmi, shuni ham qaytadan o'rnataveramiz. Dalil. Установить. Tak. Bu uстановка bo'ldi. Pastda запустить degan ultraisonikini turadi galishkasi o'z programmaga avtomatik kirib ketadi. Keyin bu yerda пробный приёт degan joyga kiramiz. Va chiqqan oynada endi nima qilamiz? Tepada fayl degan joy bor, ko'rgan bo'lsak. Faylni tanlaymiz va bu yerdan открыть degan открыть fayl obrazi degan joyga kiramiz va Windows 10 ni ko'rsatib olishimiz kerak bo'ladi. Windows 10 tanlaymiz. Va bu yerda mana Windows 10 hamma fayllarni chiqardi va tepadan samozagruska degan joy bor. O'sha yerda tanlaymizda записать образ disk degan joyga kiramiz. Bu yerda bizda flashkamiz o'zi avtomatik ko'rsatadi va shu yerda diqqat bilan e'tibor berishinglarni xohlardim.
flash kezdagi nima bo'lsa hammasini biror bitta faylga ko'chirib qo'y. Chunki ichidagi narsa o'chib ketsa, format bo'lgandan keyin uni qaytarishingiz qiyin bo'ladi. O'shaning hisobiga flash kezda nima bo'lsa, oldin buni cho'nib kopiya qo'ying qaysidir joyga. O'shandan keyin sizda muammo bo'lmasligi, muammo bo'lmaydi. Oddiy tushuntirganda. Xullas mana 32 lik flashkamiz o'zi avtomatik tanlanadi. Disk disklarga o'zi teginmaydi. Xo'p, bu yerdan keyin formatirovat tanlaymiz. Formatirovat o'yinga kirganimizda восстановить parametr по умолчанию deb qo'yamiz. Ya'ni o'zini standart parametrga qo'yib qo'yadi va nachatda bosamiz. Okey. Mana formatirovat zaveshini okey, zakrit bosamiz va bu yerdan zapisat ya'ni yozish tugmasini bosamiz, knopkasi. Va davom ettirish xohlaysanmi deb bu yerda yana darni bosamiz. Va mana shunday qilib flashkamizga Windows yozishni boshlaydi. Bu yerda misol uchun original Windows bo'ladimi yoki misol uchun vaqtinchalik Windows bo'lsa ham flashga yozib turib keyin o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Men misol uchun atayin o'zim Windows o'zim saytdan olaman, chunki vaqtinchalik bo'lganini hisobiga faqat o'sha kompyuterimizni konsol oynasiga kirib olguncha bo'lgan etapda kerak bo'lgani uchun boshqa Windowsdan foydalanib turish kerak. Foydalanib turish uchun atayin oldim. Bu etapni sal tezlashtira olaman, chunki ko'proq vaqt oladi. Sizlarni videoda ko'proq tezroq tushuntirish maqsadida hozir tezlashtiramiz video. Xo'p, mana o'rtoqlar, flashkamizga Windows yozib bo'ldi. Endi bu yerda zakritni bosamizda, X ni bosib, flashkamizni izolyatsiya chiqarib olamiz. Xo'p, uje flashkamizda Windows bor. Endi hozir keyingi etapga o'tamiz. Kompyuterimizni birinchi o'chirib olamiz to'liq. O'chirganimizdan keyin flashkamizni kompyuterga o'rnatamiz. Ulaymiz va kompyuterimizni qayta yoqqanimizdan keyin qayta yonish paytida boot menyuga kirib olishimiz kerak. Bu klaviaturada hammada har xil bo'lishi mumkin. Kimdadir F1, yana kimdadir misol uchun F7 yoki misol F12 yoki shunga o'xshagan har xil knopka bo'ladi. Misol ekranda ko'pincha yonayotgan paytda ham chiqib turadi. O'shanaqa vaziyatda ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizda hozir yoqamiz. Klaviaturada mendagi adashmasam F12 edi. Bosib turamiz, o'zini boot menyusiga kirib oladi kompyuter. Bosib tursak mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zini boot menyusi shunaqa oyna chiqadi. Bu yerda flashkamizni tanlab olishimiz kerak. UEFI USB device. Shuni tanlaymizda Windowsga kirib oladi hozir kompyuterimiz. Flashkadagi Windowsga. Mana hozir bizda demak Windowsni uстановка qilishdan oldingi настройкаларga kirib olamiz. Demak bu yerda daliga bosamiz. Восстановление sistema degan joyga kiramiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda ham xuddi shunaqa boyagi menyu bor. Va bu yerga kirganimizdan keyin bizga avvalgi oynani menyusini chiqarib beradi. Ya'ni ko'pchilikda oldingi birinchi, ikkinchi usulda mana shu oynaga kirishga do'stib bermay qo'yadi. O'shani hisobiga men aytgan uchinchi usulni qo'shganman. Demak, poisk neispravенностьga kiramizda. Bu yerda ham xuddi shunday восстановление образ sistema. Bu yerda mana komanda strokaga kirsangiz ham bo'ladi. Boyagi ikkinchi usul bor-ku, xuddi o'sha orqali kirib turib, misol uchun C diskni bosamiz. C ga kiradi. SD Windows deb yozamiz. Windows. Mana Windows degan papkaga kiradi. Xuddi shunday yana System 32. Yana System CD System 32 o'sha papkaga kiradi va xuddi boyaginday rename name utilman .exe ni utilman .old ga o'zgartiramiz. Uje ikkinchi etapda o'zgargan bo'ladi. Mana chunki boya biz ikkinchi etapda o'zgartirgandik-ku buni. Menda shunaqa narsa chiqdi. Bunaqa yozuv yo'q deyapti. Endi pastdan boyagi copy cmd.exe utilman.exe ga kopiya bo'lsin. Zaminit utilman vse deyapti. Bu yerda yes deb yozamiz. Yes. Mana hop. Uje nomi o'zgardi. Copyright file 1 deb. Unda hozir bizda cmd faylimiz utilmanga o'zgardi. Va bu yerda endi x deb bosamizda выключить kompyuter qilamiz, kompyuterimizni o'chiramizda flashkani joyidan olamiz. Flashkani olib qo'yamiz, kompyuterimizni qaytadan yoqamiz. Boyagi 3-etapda asosiy o'sha narsa, birinchi va ikkinchi usulda ko'pchilik kompyuter unga do'stlik bermaydi. O'shani hisobiga biz
USB'dagi Windows orqali kompyuterimizda o'zini fayllarga kirib olishimizda yordam beradi. O'shaning uchun atayin fleshka orqali ko'rsatdim. Deb ko'rgan bo'lsanglar, o'zi uchala usuli ham bir xil, uncha bir-biridan farq qilmaydi. Tak, kompyuterimiz yondi. Bunda ham boyagina xuddi o'shanday spesialniy возможность degan joyda bizda yana konsol oynasi chiqishi kerak. Mana, konsol oynasi chiqdi. O'zini ko'rayotgan bo'lsanglar, user 32 degan papkaga avtomatik o'tib ketadi. O'shaning ichidagi fayllarga boyaginday control user password 32 deb yozamiz. User password 2, uzr 32 deyapman. Mana shunday pользовательlarni oynasiga kirib beradi. Bu yerga o'zimiz xohlagan parolni yozamiz. Misol uchun videoda ko'rsatgandek 5005, bunga ham 5005. Okey va yana okey. X ni bosib turib, bu yerga 5005 deb yozsak, mana deb ko'rsak, mana o'chiramizda 5005 deb yozamiz. Tadam. Mana shunaqa usul orqali siz kompyuteringizda parolni bemalol fayl orqali ham, Windowsdagi o'sha yozilgan fleshka orqali ham o'zgartira olsangiz bo'ladi. Mana o'rtoqlar, shuning bilan kompyuterimizda parolni o'zgartirish bo'yicha sizlarga 3 ta usulni ko'rsatdim. O'xshagan bo'lsa albatta like bosinglar, tanishlarga jo'natinglar, ularga ham manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Sinab ko'ringlar. Haqiqatan o'xshasa o'xshadi, o'xshamagan bo'lsa o'xshamadi deb yozib qoldiringlar. Imkon boricha bunday yordam berishga harakat qilaman. Shu aytmoqchi bo'lgan narsalarim yoqqan bo'lsa like bosib hammaga jo'natib qo'ying. Charchamaylar.